Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Ovozim eshitilyaptimi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Eshitilyapti ovozingiz. Qolganlarga ham iloji bo'lsa yetkazishlarini so'rab qolaman. Soat 3da maylis o'tib qoldi, birdan qaytib qoldi. O'sha rahbariyatimiz shunga borishim kerak bo'lib qoldi. Shunga ozgina uzrli sabablarga ko'ra bir para oldin boshlashga to'g'ri kelyapti. Shunga iloji boricha bildirsalar qolganlarda ham tushgacha bir narsalarni ko'rib tugatarmidik. Bor edi. Shunga qarab keyin darsni boshlab ketsak bo'lardi. Kelishgan holatda necha minutlar kutsak bo'ladi? Yo boshlayveramiz. Kimga qan O'rtayvering ustoz. Qarab keyin tashlaymiz biz birimizga. yo mayli keyin bildirmasizlar kirmagan edik degan gap so'z bo'lmaydimi? Assalomu alaykum, domla yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchayapsizmi, domla? Rahmat. Domla, hali dars vaqti emasmidi? Ha, ozgina men o'zim uzr sabablarga ko'ra soat 3da maylis chiqib qolgandi. Shunga bir oldin boshlasam bo'ladimi deb so'ragandim, gruppaga yozgandim. Qo'yib, domla. Shunga iloji boricha ustoz bildirsalar ustoshlarga chekkadan Ha, boshlaydi. bo'ldi, o'zi kiradilar. Nima tashladi, silka tashladik. Oy. Bungacha o'sha nimalarni aytib o'tib ketay. Bugun nima yuklab qo'ygandik? Memo o'tilgan mavzu bo'yicha memo komponenti bo'yicha agar kimdir ko'rgan bo'lsa o'sha topshiriq berilgandi. O'shani bajarib yuklasalaringiz man o'sha tekshirib baholab qo'yaveraman. Shuni eslatmoqchi edim. Demak, bugungi mavzum bir chekkadan boshlayveramiz bo'lsa qisqacha tanishib o'tib ketaveramiz. Combo box degan komponentimiz bor. Hozir men nimani qo'yaman? Ekran qo'ydik. Demak, hammaga bu o'rtam dastur ham ko'rinyaptimi? Ko'rinyaptimi? Word bilan dastur ko'rinyaptimi? Ko'rinadi, domla. Ko'ryapti. Demak, bugungi mavzuyimiz C++ builder muhitida combo box komponenti bilan ishlash. Xo'sh, endi qisqacha tarixga ozgina texnik izoh bo'yicha nima qilamiz? Qaraymiz. Demak, combo box matn kiritish va ro'yxatdan tanlash uchun mo'ljallangan komponent hisoblanadi. Aytimizda ro'yxat elementlar to'plami testring asosiy metodlari add, clear, add qo'shish, clear tozalash, delete, o'chirish. Item index degan tushuncha bor. Hozirgi tanlangan element indeksi 0 dan boshlanadi. Agar hech narsa tanlanmagan bo'lsa, -1 qiymatini qabul qiladi. Combo box ichidagi matn maydonning qiymati text hisoblanadi. Demak, style ko'rinish rejimi CS drop down matn kiritish mumkin, CS drop down list faqat ro'yxatdan tanlash mumkin. Sorted true bo'lsa, elementlar alifbo tartibida saralanadi. O'sha oxiri ikkitasi demak hodisaga asoslangan. Demak, on change matn o'zgarganda sodir bo'ladigan hodisa, on select foydalanuvchi ro'yxatdan element tanlanganda sodir bo'ladigan hodisa hisoblanadi. Demak, birinchi topshiriqqa kelamiz. Forum create'da combo box items bilan to'ldirish.
Misoly, demak, vazifa tavsifi dastur ishga tushganda Combo Box'ga dastlabki sharhlar ro'yxatini yuklashimiz kerak. Demak, interfeys yaratish bo'yicha topshiriq kelgan formaga Combo Box'ni joylashtiring. Properties sozlashda name Combo Box 1 bo'lsin. Turadi. Demak, event yozish bo'yicha forma hodisalardan onCreate ni oching va ushbu topshiriqni bajaring deyilyapti. Endi birinchi navbatda nimani ko'radigan bo'lsak, demak, ana Combo Box ushbu komponent bo'lib, demak, ishlatib ko'rgan paytimizda ishlatib ko'ramiz. Ko'rib turganlaringizdek, o'ng tarafda pastga qaragan belgi turadi. Shuni bosganimizda ro'yxatni elementlari ko'rinadi. Hozir yo'qligi uchun ko'rinmayapti. Demak, Combo Box 1 deb chiqadi, chunki Combo Box birinchi olingan. Formada bitta Combo Box bor. Endi form create deyilyapti. Shuni hisobidan biz eventsga o'tib on form create ga kiramiz. Form create keltirilgan bu yerda. Demak, form create ga kiramiz. On create ga kiramiz. Ha, chiqdi. Xo'sh, endi bu yerda kod keltirilgan. Hozir kodni tashlab tushuntiraman. Xo'sh, ekran ko'rinyapti. Demak, Combo Box 1 ni itemsi nima clear bo'lsin, avval tozalansin. Combo 1 ni items add bo'lsin, Toshkent, add Samarqand bo'lsin. Keyin Buxoro bo'lsin. Keyin Farg'ona bo'lsin. Keyin avtomatik birinchi elementni tanlash, Combo Box 1 item index 0 bo'lsin. Endi ko'ramiz ishlatib. Qani nima hodisa ro'y beryapti. Toshkent tanlanib turibdi. Samarqand bor, Buxoro bor, Farg'ona bor. Demak, nima jarayon ro'y beryapti? Demak, dedikki form create, ya'ni formali yaralish hodisasi bor. Buni o'tgandim. Formaning yaralish hodisasiga
Kechirasizlar. Telefon bo'lib qoldi. Demak, e'tibor bilan qaraymiz. Birinchi tartibdagi Toshkent yozuvimiz tanlangan holatda turibdi. Demak, bu o'zi qayerdan keldi? Bu kodda nima mantiq ketyapti? Demak, items ana combo boxga kiramiz. Dizaynga o'tamiz hozir. Combo box 1ni bosganda propertiesda items degan xususiyat bor. Ana items bor, mana item index bor, item height bor, items bor. String turibdi. Demak, o'sha nuqtani bosganimizda ana bu yerda bizga o'yina keladi. Demak, string list editor. Demak, 0-chi qatorda, lines qator degani, 0-chi qatorda hech narsa yozilmagan turibdi va biza kod bilan buni boshqaryapmiz. Demak, hodisa bizada form create, ya'ni formaning yaralish hodisasi. Demak, 9da on create ga kirgan holatda ko'ramiz. Demak, mana itemni ko'rsatdim, clear bo'ldi. Birinchi navbatda tozalanadi. Keyin add bilan qo'shildi Toshkent, add bilan Samarqand qo'shildi, add bilan Buxoro qo'shildi, add bilan Farg'ona qo'shildi. Keyinchalik avtomatik birinchi element tanlash uchun qarang, bu yerdan items kelgan edi, endi item index bo'ldi. Ya'ni tanlash holatida. Mana bu yerda yozilgandi, network bilan qaragan bo'lsalaringiz. Items bor, ana item index bor. Hozirgi tanlangan element indeksi 0 dan boshlanadi. Agar hech narsa tanlanmagan bo'lsa, -1 qiymat qabul qiladi. Demak, biz kod bilan 0 ni yozib qo'ydik. Ushbu kod bizga to'g'ridan to'g'ri, demak, ushbu formadagi 4 ta shaharni chiqarib beryapti va Toshkentni tanlab beryapti. Savol bormi? Kim qayerga tushunmadi? Birinchi topshiriq yuzasidan. Savol yo'q, demak. Ikkinchi topshiriqqa o'tamiz. Xo'sh. Tanlangan elementni labelga ko'rsatish. Foydalanuvchi ro'yxatdan biror shaharni tanlaganda uni labelda ko'rsatish kerak. Demak, tick combo box va t label olinadi. Property label 1ni captioniga tanlangan shahar degan narsani yozishimiz kerak ekan. Demak, buning uchun bizga label kerak. Labelni olamiz. Uni captioniga yozamiz. Tanlangan shahar. Xo'sh, ikki nuqtasi bor. Yozishimiz kerak ekan. Endi combo box 1ning on change hodisasiga, demak, ushbu kodni yuboramiz. Combo box 1ning on change'iga yuboramiz. Kod tashladim men. Demak, xatolik bor ekan. Buni o'chiramiz. Qaytib yuboramiz. Yana xatolik bor ekan. Demak, yopilishda nimadir
Xato bor ekan, hozir yana ishlab ko'raylik. Xo'sh. Ishladi. Demak, Samarqandni tanlaymiz. Toshkent tanlaymiz. Buxoroni tanlaymiz. Farg'onani tanlaymiz. Xo'sh, bitta narsaga e'tibor bilan qaranglar. Formani birinchi marta bosganda, birinchi marta ishlatgan paytimizda qaranglar. Toshkent tanlangan, lekin labelda tanlangan shahar turibdi. Hech narsa tanlanmagan. Endi qachonki combo box 1 ni item indeksi -1 ga teng bo'lmasa, ya'ni tanlanmagan bo'lsa, label nima? Birni caption tanlangan bo'lsin, plus combo box items ni string ga combo box 1 ni item indeksiga. Aks holda label 1 ni captioni hech narsa tanlanmadi degan yozuvni qo'ysam. Mana Samarqand, Buxoro, Farg'ona, Toshkent. Ko'rdingizlar? Demak, tanlab bo'lyapti. Demak, tanlangan so'zdan keyin chiqyapti biza tanlagan shaharning nomi chiqyapti. Xo'sh, savol bormi bu topshiriq bo'yicha? Nimagadir kamayib ketish bo'lyapti-da, ikkisi nima uchun chiqib ketdi? Keyingi topshiriq. Demak, combo box editdan kiritilgan qiymatni qo'shish. Xo'sh, buni yopamiz. Demak, nima ishlatilgan? Demak, matn 1.2 ishlatilgan ekan. Bizda demak komponent kerak. Bitta button kerak. Bitta edit kerak. Demak, editni bitta tekstini tozalab tashlaymiz. Buttonni ko'ramiz. Qo'shish degan yozuv yozilgan ekan. Xo'sh, boshqa narsa yozilmagan. Demak, ushbu kodni yuboramiz button 1 bosilganda. Demak, aytyapti, agar edit 1 ning teksti is empty, ya'ni bo'sh bo'lmasa, combo box 1 ning itemsi edit 1 ning teksti bo'lsin. Show message ga demak edit 1 teksti ro'yxatga qo'shildi degan so'z qo'shilyapti va edit 1 tozalanyapti butun bir bosilganda. Ishlatib ko'ramiz. Xatolik. Nima uchun xatolik? Tushunarli. Ishladi. Xiva qo'shish. Xiva ro'yxatga qo'shildi. Mana Xiva qo'shildi. Kuzatib bordingizlar, demak, Xiva so'zini yozdim va qo'shish tugmasini bosdim va menga show message oynasida Xiva shahar nomi qo'shildi, e'lon qilindi va e'tibor bilan qarasalar, men combo boximdagi ro'yxatda ham Xiva qo'shildi.
Endi yana tanishib ko'ramiz. Navoiy Navoiy ro'yxatga qo'shildigi e'lon qilindi va birni ham kuzatamiz. Xivadan keyin Navoiy ham qo'shildi. Ish. Demak, Guliston qo'shishni bosamiz. Guliston ro'yxatga qo'shildi. Demak, ana Xiva, Navoiy, Guliston shahar nomlari qo'shildi. Savol bormi? Kim qayerga tushunmadi? Kodni ham tahlil qilib ko'rdik. Demak, o'sha topshiriqni ham bajarib ko'rdik. Topshiriqlar yuzasidan savollar bormi, hurmatli talabalar? Demak, keyingi topshiriq tanlangan elementni o'chirish. Eng vazifa foydalanuvchi tanlab turgan elementni o'chirish tugmasi orqali o'chirish. Demak, button 2 ni olamiz. Button 2 ni olamiz. O'chirish deb yozamiz. O'chirish deb yozdik. Demak, kodni olib tashlaymiz. Xo'sh, demak, o'zgaruvchi olinyapti. Int idx degan. Combo box 1 ni item indeksi tenglashtirilgan. Demak, agar idx teng bo'lmasa -1 ga, demak combo box 1 ni itemsi delete idx bo'lsin. Ya'ni o'chirish kerak. O'chirilgandan keyin birinchi elementni tanlab ham qo'yish kerak. Demak, agar yana shart kelyapti, shartning ichida combo box 1 ni itemsi count, ya'ni 0 dan katta bo'lsa, combo box 1 ni item indeksi 0. Aks holda combo box 1 ni item indeksi -1. Else aks holda show message avval elementni tanlang degan so'z chiqishi kerak. Demak, ishlatib ko'ramiz. O'chirishni bosaman. Qaranglar. Demak, Toshkent ketdi. Samarqand, Buxoro, Farg'ona qoldi. Samarqand o'chiraman. Buxoro bilan Farg'ona qoladi. Buxoroni o'chiraman. Faqatgina Farg'ona qoladi. Tushunarli bo'ldimi? Savol bormi? Demak, topshiriqlar yuzasidan. Demak, savol bo'lmasa, men ushbu faylni gruppaga tashlayman. Bir ko'rib kuzatasizlar. Bajarib ko'rishga harakat qilinglar. Kodlar tayyor berilgan. Shular asosida Moodledagi demak topshiriqni bajarishga harakat qilish kerak. Demak, yana bir nima bo'yicha video darslar bor o'zbek tilida YouTube platformasida. Demak, Ahror Qayimov video blogida kanalida Combo Box C++ Builder
bo'yicha video darslar keltirilgan 42 ta video dars. Demak, o'sha bo'yicha agar kimgadir qo'shimcha nimadir kerak bo'lsa, yaxshi darslar olib borilgan. Bir ko'rib kuzatasizlar. Qo'shimcha sizlarga tushunmovchilik kelgan paytda yordam beradi. Demak, o'rnatishdan boshlab qilingan. O'zi aslida bu yildir 6 ta video dars o'rnatilishidan boshlangan. Lekin o'zi menimcha 2010-yilda chiqqan C++ builder ishlatgan. Bir ko'rasizlar. Batafsil berib o'tilgan, даже ma'lumotlar bazasiga bog'lab turib, o'shalar oldida ushbu amallar bajarish qismigacha kelingan. Lekin bizda nimamizda u berilmagan sababi ma'lumotlar bazasi fani manimcha 2-kursda o'tiladi sizlarga. Buni ya'ni C++ bilan ma'lumotlar bazasini bog'lash o'zi tushuntirib kelsam tushunmovchilik bo'lishi mumkin. Bizga bu mavzular berilmagan. Chunki alohida fanimiz bor ma'lumotlar bazasi uchun. Uni o'tgandan keyin qilsak bo'ladi. Bugungi mavzu bo'yicha savollaringiz bormi? Kimda nima tushunmovchilik bor? Bemalol ishlab ko'ringlar. Topshiriqlar, demak, modul tizimiga qo'yilgan. Kimga nima savol bo'lsa, bemalol meni o'zimga shaxsiy Telegram ishkamga yozish mumkin. Bemalol guruhga ham murojaat qilishlaringiz mumkin. Vaqt topib, demak, topshiriqni barchasini bir ishlab ko'rishlaringiz maslahat beraman. Demak, har bir kompaniya yuzasidan alohida turli xil vazifalar berib o'tilgan. Shu vazifalarni, demak, tavsifi, interfeys yaratish, xususiyatlarini sozlash, eventlargacha aniq qilib yozib qo'yilgan bo'ladi. Ketma-ket, demak, bajarishni tushuntirilgan orqali tayyor kodni, demak, kerakli qismga tashlay olsalar bo'ldi, deyarli ishlash holatda bo'ladi. Menga savollaringiz bormi? Iloji boricha iloji boricha bugungi nimani yetkazishga harakat qilinglar. Mana bu topgan ma'lumotimni harakat qilaman yuborishga. Ozgina texnik noqulaylik uchun kechirasizlar. Bu haftadan darsimiz o'z vaqtida nasib bo'lsa o'tishga harakat qilaman. Savollaringiz bo'lmasa, demak, darsni tugatsak ham bo'ladi. Topshiriqlarni ishlab ko'ringlar. Modulga berilganlarni bajarib ko'ringlar. Demak, topshiriq zadaniyani yuklaymiz. Shunga qarab, demak, baholab boraman. Savol bo'lmasa, demak, tugatamiz shu qismida. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.